Xonimlar va janoblar, yana o'sha qullar devor, uzr kechirasiz, jonli devor, aniqrog'i jonsiz devor. Chunki har safar to'p oldida Leo Messi bo'lganida, Leo Messi jarimadan zarba berganda bu devor hech qanday foyda keltirmagan. Ko'ramiz bu safar nima bo'lar ekan. Darvozada Iker Casillas, to'p oldida Messi, hakam hushtak chaldi. Zarba va gol! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Leo Messi hisobni qisqartirmoqda. Takroriy vaziyatda ko'rishingiz mumkin. Yana bir shedevr. Aytdim-ku, jonli devor hech qachon foyda bermaydi. Aksincha, Cristiano Ronaldo, ya'ni qul, har doimgidek eng qulay rakursdan Leo Messining fantastik goliga o'z ko'zlari bilan guvoh bo'ldi. Casillas buni hech qachon unutmaydi. Leo Messi futbol qiroli, do'stlar.